Borgan sari shaxsiy biznesingizni boshlash uchun sharoitlar ko'payib ketyapti. Endi siz Xitoy zavod-fabrikalari bilan hamkorlikda o'zingiz brendingiz nomidan mahsulot ishlab chiqartira olasiz. Birka, korobka, paket hammasini o'zingiz brendingiz qilib, siz xohlagandek tayyorlab berishadi. Xitoy saytlaridan zakaz qilishni unuting. O'sha Xitoy saytlar mahsulot oladigan firma, zavodlarning kontaktlari bor. O'zingiz nomingizga $3 dan $6 kargo ham olib kira olasiz. U avto kargo bo'ladi, 12-14 kunda keladi. Xohlasanglar avia kargo qildiringlar, u $8 5-6 kunda keladi. Xitoy davlatidagi 5 dan ortiq o'zbek kuryerlar bilan ishlay olasizlar. Ular sizlar xohlagan tovaringlarni zavod, fabrikalardan topib, sifatini ko'rib, sizga eng optim narxda jo'natib berishadi. Bularning hammasini siz Barno G'afurjonovnadan o'rganib, biznesingizni noldan boshlashingiz mumkin. Bundan tashqari ulardan mehmonxona, yo'l kira xarajatlari bilan atiga $120 ga Xitoy Xargus provinsiyasiga borib kelishi, WeChat programmasidan tovar sotib olishi, to'lov qilish, gaplashish, tovar tanlash, sotib olish, adres berish ham o'rganib olasiz. Bundan tashqari 30 dan ortiq brend Chanel, Gucci, Lara Piano, Hermes, Dolce Gabbana, Pandora, Huping, детский brendlarning kontaktlari va pastel, sumka, oyoq kiyim, bijuteriya, pijama, parfyumeriya, nijniy belyo, soat, aksessuarlar, ro'mol, o'yinchoqlar zakaz qilishingiz uchun 100 dan ortiq zavod va fabrikalarning kontaktlarini beradilar. Barno G'afurjonovnaning Turkiya kurslari ham bor. Bu kursda endi nimalar o'rgatiladi? Qaranglar. Optim va donali tovarlar zakaz qilish, bir kunda keladigan ruchnoy kargo $8-7 ga hattoki